Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, mana yana bitta obyektimizni tugatdik. Bitta oshnamizni ukasini Qodirjon degan ukasini uyini mana bu yoqlar bo'lgan ekan, Kamolot ko'chada. Xudo xolos nasib mana tugatdik. Ichkariga kiryapmiz. Mana tashqariga chiqqan svet, hech qanaqa joy yo'q. Mana Xudo xolos mana zalga kiryapmiz. Mana zalda kulchatir, mana yerdan ketgan mana. Konditsionerga ketyapti. Mana. O'g'li konditsionerniki. Kelib turib mana televizorga mana. Televizornikini olib tashlasak mana shu ko'rinadi. Mana. Mana joy-joyda mana Xudo xolasa. Tashqariga chiqyapmiz. Chiqib endi mana ichkariga mana tashqariga o tomni ichiga ketgan bu yerdan. Mana sim chiqib turib mana ko'milib mana ketyapti. Mana hammom to'g'ri bo'ladi. Mana hammom to'g'riga kirib ketyapti. Yana yurib turibdi. Endi mana u xonalarga kiramiz. Mana bosh yashigimiz bizni mana o'rab qo'ydik. Mana ketyapti mana xonaga. Bu xonaga kirgan bo'lsak, mana u yerda bitta rozetka bor. Konditsioner. Konditsionerimiz u yoqda, bu yerda yo'q konditsionerimiz. Mana ulchatir rozetkaniki mana. Mana bu yerdan sim kirmagan. Faqat tashqaridan kirgan sim mana. Tashqaridan. Mana gofra bilan olib kirib mana hammasi tepadan ketyapti. Ustakalarimizga ham iltimos mana shuni urib qo'ymasin. Mana ham yopilib qolibdi. Mana ham yopilib qolibdi. Hamma joy-joyida mana Xudo xolasa. Mana ham yopib qo'yibdi. Chiroyli qilib mana albastirlab qo'ydik. Mana. Endi spalniga kiramiz. Spalnini ham onisini yopib qo'yibdi. Olib tashlaymiz. Buni ham yopib qo'yibdi. Buni ham olib tashlaymiz. Mana. Spalniga kirib ketyapti mana. Hammomga kirib ketyapti. Spalnini bosh tomoni mana. Yerdan ketyapti mana. Bu yerda mana ichkarida yo'q tok. Mana ularni ham mana ichkariga ma'dan kiryapti mana. O'zinglar baho berasizlar degan umiddaman. Fikringlarni kommentariyada kutib qolaman. Like bosishdan charchamanglar. Ishlarimiz rivoji uchun like bosib borasizlar qilgan ishimizga.